Assalomu alaykum qizlarjonlar. Hammangizga xayrli kun. Meni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar hamda musofirdagilar hamda shunchaki kuzatib turgan kuzatuvchilarga ham Ufadan alanganli salomlarimni aytib qolaman. Bugun 2025-yilning 25-iyun sanasi. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi kunim juda ham ajoyib boshlandi, juda ham boshqacha manzara bilan boshlandi. O'zi Allohning bergan kuni men uchun xayrli va barakatli. Doim tashqarini ochib qo'ydim va uburka qilmoqchi bo'lib ushbu kapalaklarga ko'zim tushdi. Ikkita kapalak tashqarini ochganimda menimcha kirib qolishdi va chiqib ketish olmasdan rosa eshikni qidirishdi. Va men uburkamni boshlab yubordim. Hamma narsani pishirib bitganimdan keyin uburka qilib eshiklarni ochib qo'yib, juda ham bu manzara menga juda ham yoqadi. Ishlarim bitgandan keyin charchoq bilan o'tirish menga juda ham rohat baxsh qiladi. Chunki o'zimning ishlarimni orqadan qarab, nima deydi, yaxshi ko'raman shu manzarani o'zimcha. Va lekin oxirgi paytlarda videolarim prosmotr juda ham kam bo'lyapti. Buni sababini tushuna olmadim. Layflar ham kam. Agarda nimadir yoqmay turgan bo'lsa, yozib yuboring. Men o'shanga qarab video chiqarishga harakat qilaman. Balkim retsept videolar chiqararman vlogdan ko'ra deb o'ylab qoldim. Hozircha shunaqa deb o'ylayapman. Yoki shunaqa deb o'yladimki, balkim kimgadir ovozim yoqmayotgandir, balkim shivalarimda o'zgarish ko'p. Ba'zi paytlar cho'chib qolaman, shivalarimda xatoliklar ketyaptimi, o'zim bilmayman nimadir noto'g'ri gapirib qo'yapmanmi deb xijolat bo'lib qolaman. Shuning uchun balkim ovozsiz video qilganim yaxshiroqmi ham deb o'yladim. Nima bo'lganda ham fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Ha, aytgandek ovozimni o'zgargani, Sarotonda o'rtasida gripp bo'ldim, oilaviy gripp bo'ldik. Endi sal yaxshi bo'lib qoldik. Keyin esa sizlar bilan birgalikda salat tayyorlamoqchiman. Salat patshubani boshqacharoq, salat patshuba emas, sayra patshuba qilmoqchiman. Oson, oddiy usulda tayyorlab sizlarga ham videosini ko'rsatib o'tay dedim. Ya'ni retseptini qoldirmoqchi bo'ldim video orqali. Buning uchun birinchi bo'lib katta piyozimizni maydalab, unga 1 choy qoshiq tuz soldim. Keyin keraklicha уксус soldim. Уксусni men 6%lik yablishni уксус ishlatyapman. Siz xohlagan уксусingizdan foydalansangiz bo'ladi. 6%lik bo'lganligi uchun men ko'proq quydim. Prosentiga qarab ozaytirsangiz bo'ladi. Va ozroq suv quyib, piyozimizni chetga olib turamiz va qolgan ishlarimizni davom ettiramiz. Keyin esa salatimizni salat qilib turadigan sousini tayyorlab olamiz, ya'ni mayonezini tayyorlab olamiz. Buning uchun o'zimizga kerakli mayonezni olamizda, unga qora murch solamiz. Tabga ko'ra qora murch solib, keyin chesnok solamiz. Men bu yerda sushoniy chesnok ishlatyapman, 10 gram so'raman. Xohlasangiz svejisidan foydalansangiz bo'ladi. Xohlovchilar umuman ishlatmasa ham bo'ladi. Chesnok bu yerda shart emas demoqchiman. Mayonezimizni tayyorlab olgandan keyin o'zimizga qulay idishga solamiz. Menga shu qulay shu idishga soldim. Konditerskiy mushakdan ham foydalansangiz bo'ladi yoki oddiy paketdan foydalansangiz ham bo'ladi. Salatimni mana shu patnisga taxlamoqchiman. Chuqur idish va qulay kesib olishga ham juda ham qulay. Ushbu salatimiz 4 ko'rinishda bo'ladi, bilasizlar. Shuning uchun shunaqa idishdan foydalandim. Chunki bunaqa to'rtburchak qalbim yo'q. Va bu salatimizga juda ham ko'p kartoshka, birinchi bo'lib kartoshkani qirg'ishdan
chiqarib olaman. Kartoshkani ko'proq chiqaraman, chunki kartoshka bu salatimizga ob'yom beradi va salatimizni oddiyroq qilib aytganda fundamenti. Kartoshkamizni qirg'ichdan chiqarib olganimizdan keyin mayonezdan setka qilib olamiz. Bunda aytib o'tganimdek, chesnok bor va chorniy peres bor, ya'ni qora murch bor. Va boyagi marinovat bo'lgan piyozimizni ham solib yaxshilab yoyib olamiz. O'tgangi bundan oldingi videolarimda meni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga o'zimni alohida rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Asosan Samidin akkauntidan Komila singlimizga alohida rahmatimni aytib qolaman. Shu singlimiz har doim erinmasdan kommentariyalarni qoldiradi. Rahmat aytib qolaman. Keyin esa mana salatimizni davom ettiramiz. Konservni balig'imizni bu yerda 2 banka ishlatyapman. Ochib suvni to'kib tashlaymiz, ozroq qoldiramiz sochniroq bo'lishi uchun va vilka yordamida maydalab uni ham yoyib olamiz. Keyin esa sabzimizni ham xuddi shunday qilib qirg'ichdan chiqarib uni ham yaxshilab yoyib olamiz. Meni oldimdan kuzatib turgan kuzatuvchilar bilishadi, o'tgangi videomda qizilcha qaynatib olgandim bir qozon qilib. O'sha qizilcha endi tugaguncha menimcha salat bo'sh tayyorlayman shekilli. Chunki har kuni o'sha qizilchadan qanaqadir salat tayyorlayapman. Turmush o'rtog'im ham kulayotgan edi. Endi shu qizilcha tugaguncha shunaqa ovqatlar yeymiz shekilli deb. Lekin foydali juda ham. Men bilishimcha qizilcha yeb turish kerak. Endi bizga o'xshab surib emas-ku, lekin qizilchani ko'p qoldirsa menimcha mazasi buziladi deb o'ylayman. Shuning uchun morozinlikdan chiqarib pishgan suyuqlarni menimcha vkusi baribir o'zgaradi. Shuning uchun tugaguncha bir nimalar tayyorlab yuboraman deb tayyorlayapman. Hozir ham patshubani ham eng ustiga o'sha qizilchadan nima qilaman. Retsept bo'yicha qizilcha bo'ladi-yu ustida. Mana eng usti qismiga o'sha o'tgan kuni qaynatib olgan qizilchamizni qirg'ichdan chiqarib yoyib yuboramiz. Mana qizlarjonlar, salatimiz ham tayyor bo'ldi. Salat patshubamiz tayyor bo'ldi. Aniqrog'i sayra patshubamiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, retsept sizlarga yoqdi. Budjetli retsept bo'ladi. Keyin esa bolalarim uchun bo'sh ham tayyorlab oldim. Shu yerda videomni yakunlayman. Hammangiz Allohga omonat bo'ling.